Aholini ro'yxatga olish mazkur jarayon mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish rejasi ishlab chiqilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Xo'sh, ushbu tadbir qachon o'tkazilishi mo'ljallanmoqda? 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini umummilliy ro'yxatga olish o'tkaziladi. Aynan ro'yxatga olish jarayoni 2 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqichda 2026-yil 15-yanvardan 31-yanvargacha aholi har bir fuqaro internet orqali o'zi ro'yxatdan o'tishi mumkin. Ikkinchi bosqichimiz esa 1 oy davomida mavjud mahalla yettiligi xodimlari orqali o'yma-o'y yurib ma'lumotlar to'planadi. Mutaxassislarning aytishlaricha 38 million odamlarning ta'lim darajasi, migratsiyasi, daromadi, ish bilan bandligi to'g'risidagi ma'lumotlar shakllantiriladi. Demak, mavjud muammolar yuzaga chiqadi va yechimi ham belgilanadi. Bu jarayon mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini strategik rejalashtirishdan muhim ahamiyatga ega. Ro'yxatga olish orqali 38 million aholining yoshi, oilaviy holati, migratsiya jarayonlari, ish bilan bandligi, daromadlar manbalari haqida yagona ma'lumotlar bazasi shakllanadi. Shu bilan birga qishloq xo'jaligida yerdan foydalanish, chorvachilik va parrandachilik ko'rsatkichlari aniqlanadi. Aynidan targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Asosiy maqsad natijalar orqali sohalarni taraqqiy ettirishdan iborat. Bundan tashqari, xalqaro reytingda vatanimiz nufuzini yana ham oshirishdir.